Assalomu alaykum hammaga. Hozir mana portalimizda bir ikkita yangiliklar bo'lgan, buni ko'rsatib o'taman. Bosh sahifa 2 ga bo'lindi, ta'lim standartlari o'quv dasturlariga. Bizda mana bu profil qismiga bosganimizda mana bu joy user bo'lib turgan bo'lsa, qaysi fan metodisti agar menga yozadigan bo'lsa, mana shu nomi bilan chiqib, meni metodist qo'ying shu fanga deydigan bo'lsa, biz huquqini beramiz. Keyin o'quv dasturlari sahifasiga kirib, o'ziga kerakli fanni tanlab, deylik, informatika. Agar informatika fan metodisti bo'lib turib, huquq faniga kiradigan bo'lsa, bu hujjat yuklash funksiyasi bo'lmaydi. Faqatgina informatikaga kirish kerak yoki bo'lmasam mana shu oynada hujjat yuklash tugmasini bosib, kerakli hujjatni yuklab, bu yerdan belgilab, tavsiya yozamiz qisqacha. Tavsiya yozmasak, yuklash funksiyasi yonmaydi. Yuklash tugmasini bosganimizda bu yerda progress bilan faylimiz yuklanayotganini ko'ramiz. Fayl yuklanib bo'lgandan keyin o'z-o'zidan mana shu informatika bo'limiga tegishli bo'lgan sahifaga o'tib ketadi sayt. Fanlar ro'yxatiga qaytishni bossak, yana umumiy fanlarimiz ko'rinadi. Mana bitta hujjat yuklandi bizga, bo'limga o'tish. Endi bunga kirib kommentariy yozganimizda saqlash. Kommentariyalarimiz u yog'i bir xil, mana mening izohlarim yoki izohlar bo'limida faqat informatika fani metodistiga tegishli bo'lgan izohlar ko'rinadi bu yerda. Mana izohlarimizni ichiga bosganimizda deylik, fayl PDF hujjatiga bitta izoh kelgan. Izohchilar mana holat qanaqa kutilmoqda jarayonda ko'rib chiqildi, rad etildi. Tanlangan matn umumiy hujjatga berilgan. Bu tanlangan matn degani hujjatning qaysi qismiga izoh berildi. Izoh nima? Okey degan so'z, ya'ni sana qaysi payt berilgan, sahifa qaysi sahifaga berilganligi. Bu ko'z tugmasini bosganimizda holat o'zgartirsak bo'ladi. Ko'z tugmani bosma e'tirofini o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni jarayonni qilishimiz mumkin. Yoki ko'rib chiqildi yoki bo'lmasa rad etildi degan. Agar rad etilgan bo'lsa, mana shu qarorga kelishimizga nima sabab bo'lgan? Nima sababdan degan savolga javob berib ketamiz qisqacha. Saqlash rad etildi bo'lib qizillik bo'ladi. Endi buni o'zgartirmoqchi bo'lsak, nima sababdan degan savolga javobni mana shu yerdan o'zgartiramiz. Bo'ldi, shu statistika bo'limida ko'rinadiki, izohlar, mening izohlarim, faol izohchilar, hujjatlar. Asosiy funksionalimiz hozircha shu.